Atigi 5 daqiqada shunaqa yumshoq keks tayyorlaysizki, barcha mehmonlaringiz hayratda qoladi. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. 6 dona tuxum chaqib olamiz. 2 piyola to'la shakar solib, shakarni mehr bilan eritib olamiz. Shakar bilan tuxumni birgalikda tez-tez aralashtirib, oppoq qilib ko'pirtirib olamiz. Shakarimiz oppoq bo'lib ko'pirgandan so'ng 2 piyola qatig'imizga ichimlik sodasi bilan uksusni ko'pchitib olamiz. Qatig'imizni ko'pirgan tuxum va shakar ustiga solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Oliy navli unimizni elab, massa quyilgunicha oz-ozdan un solib, quyiltirib olamiz. Yog' solish esimizdan chiqmasin. 2 piyola yog' solib, yana massamizni suyulgunicha aralashtirib olamiz. Yaxshilab aralashtirib bo'lgach, videodagidek quyilgunicha oz-ozdan un solib aralashtirib olamiz. Keyin xohishingizga ko'ra mayiz va yong'oq qo'shsangiz bo'ladi. So'ng xohlagan keks qolipga qo'yib, 170 gradusga pechga yuboramiz. Bu retsept 100% hamma qizda o'xshab chiqadi. Paka-paka.